Cobalt'ni o'zini zavodskoy pulti necha metrdan qani ishlarkan hozir sinab ko'ramiz, uzoq-uzoqdan bosamiz. Taxminan 50 metr bor. Qani qulflaymiz? Ishlayapti. 100 metrdan oshdi, qani endi qulflab ko'ramiz. Ishlayapti. 200 metrdan ham oshdi, qani endi sinab ko'ramiz, qulflaymiz. Yana ishlayapti. Orasi taxminan 300-400 metr keladi. Mana Cobalt mashinamiz pulti hali ham ishlayapti. Cobalt pulti uje ishlamaslikni boshlayapti. Cobalt zo'ra ko'rinyapti. Oraliq masofa taxminan 600-700 metr. Mana sizlarga Cobaltimizni ko'rsataman. Mana yaqinlashtirib ko'rsatyapman. Mana shu joyda mana ishlamayapti uje. Endi qaranglar, qulflaymiz va bagaj knopkasini bosib turadigan bo'lsak, mashina ko'ryapsizmi, zavod bo'ldi. O'zini pultidan avtozapus qilsa bo'ladi. Cobalt bilan Spark mashinasiga. Menga o'xshab suqatib ketgisi kelmasa, qishki kunda rosa ham kerakli narsa. O'zini pultini sinab ko'rdik, taxminan 600-700 metrdan ishlar ekan. Chiqqunizcha bosasiz, mashina qizib turadi. 10 minutda chiqmaydigan bo'lsangiz, 10 minutda o'zi qizib o'chadi. Yoki bo'lmasam, shundoq chiqasiz, qarang, mashinani ochasiz. Kechgani yoqib qo'ygan bo'lasiz, kechasi. Shunda o'tirasiz, yoqasiz, bo'ldi, ketasiz, mashina o'chmaydi. Doimida shunday harakatlanib ketsangiz bo'ladi. Xullas o'rtoqlar, kimga shunaqa o'zini pultidan avtozapus kerak bo'ladigan bo'lsa, Farg'onada Zerotunga bemalol murojaat qilaverasizlar. Pastda nomer ham qoldirdik.